Chekkaga o'tkazdi, atrofimga olgandan keyin qiz kelyapti. Kechirasiz bosaverdim deyapti-da. Kulib kelgan, kulib kelgan. Men prosta mamda turibman-da, shu davomanda gaplashib o'tiribman-da. Zukor etyapman-da, emotsiyamni tushuntira olmayman. Bu yerda adrenalin bo'ldi-da. Ha. Mashina turibman-da. Nima deyapsan? Siz shokovый состояниеda. Sostoyaniyada turibman, qiz kulib kechirasiz bosaverdim. Hali shokovый состояние bo'ladi-yu, biror joyda kesib borsa, og'riqni sezmaydi, shok bo'lib qolgan. Ashaqa состоянияda. Lekin gaplashyapman odamlar bilan. Skora chaqiringlar deb baqirdim. Skora chaqirgandan keyin bir marta adashgan ekan, boshqa joyga chaqirib qo'yibdi. O'rtog'im ketdi. Общий ne soatda keldi skora? 1 soat. 1 soatda kelgan skora, 1 soatda. Agar o'zlari mashinaga olib ketsa ham yaxshi bo'lardi. Agar olib ketganida qon ketmasdi. Da. Juda ham qon ko'p ketgan, короче. Skoriga o'tirgandan keyin bu qiz aytganki, men qon ketyapti, ichki qon ketyapti desa, yo'q, qon ketmayapti debdi. Keyin aytib ochib ko'ring dedi. Real aytdim-da, ochib ko'ring ketyapti desam, biz sizni 16 ga olib ketmoqchimiz dedi. Iya dedim. 16 ga olib ketishmoqchi, u boshqa больницаga, hali travma bilan shug'ullanmaydigan-a? 16-chi, yo'q, shoshilinch. Prosta shoshilinch yordamga olib ketishayotgan ekan, keyin aytgandan keyin ichimda qon ketyapti degandan keyin 4-больницaga olib ketishgan. 4-больницada gaplashdi, shtobi tezroq borish uchun. Keyin o'ta tayyorlab turishdi, endi eshitinglar dalshi. Keyin boryapmiz, narsalar qon bo'lib yotibdi, uje olib boryapti. Uzi qilishdi, rentgen qilishdi, joylar qon bo'lib ketyapti. Polniy qon va ish to'xtamayapti. Keyin mendan so'rayotgan narsa, nechinchi yilsiz, qachon tug'ilgansiz, ismingiz nima? Og'riq уже boshlanyapti, shokovый состояние ketyapti, chidolmayapti og'riqqa. Bundan har bitta doktor so'rayapti. Nechinchi yilsiz? Qayerda tug'ilgansiz? Siz shu yerda tug'ilgansiz? Biz ishonmayapmiz, yana bir marta ayting deb har bitta doktor so'rab yotdi, bu og'riqqa chidolmayapti. O'sha chidolmagandan baqirib yorgan, "Dad!" deb. Aytib bering. Yotchi больницаga yotkizishdi, operatsiya qildi. Xo'p. Keyin qanchada oyoqqa rentgen urdi, hozir rentgendan keyin ukol urishdi, anesteziya, oyog'imga urishdi, ikkita oyog'imga, tomirimga urishdi, keyin undan keyin uxladim. Soat 11:30 da chiqdim, 11:30-12 ga yaqin. Ertasi kuni. Yo'q, kechasi. Soat 2:30 ga kirib ketganman. Ha, obedda 2:30 da, 11 da turgansiz. 11:30 ga turganman kechasi. Soat 4 ga o'rtog'im aytishicha qon yugurishgan, qon topish bo'yicha. Ha, qon yetmagan. 3,5 litr qon ketgan. Undan keyin 9 soat bo'lgan bechoralar bunday qilgan, unday qilgan, to'g'rilashgan. 4-больница. Больницаdan qancha vaqtdan keyin chiqdingiz? Больницаdan keyin 16 kundan keyin, yo'q, 2 kun reanimatsiyaga yotdim. Olib 18 kundan keyin